Endi Toshkentning barcha tumanlarida yirik kutubxonalar quriladi. Gap shundaki, poytaxtda kitobxonlik muhitini tubdan o'zgartirishga qaratilgan katta loyiha boshlandi. Toshkentning 12 ta tumanida yirik interaktiv va zamonaviy kutubxonalar tashkil etish rejalashtirilgan. Ularning joylari allaqachon belgilangan. Markaziy loyiha esa xalq orasida Moviy gumbazlar deb ataladigan tarixdan kitob savdosining markazi bo'lgan hududda amalga oshiriladi. Bu joyni mutolaa madaniyatiga ixtisoslashgan jamoat makoniga aylantirish ko'zda tutilgan. Majmuaning tarixiy qiyofasini to'liq tiklash ham rejalashtirilgan. Yakkasaroy tumanidagi Sharof Rashidov shoh ko'chasida joylashgan Moviy gumbazlar xiyoboni hududida Kitob ko'chasi tashkil etiladi. U 24 soat davomida faoliyat yuritishi belgilangan. Bu yerda tadbirkorlik faoliyati tartibga solinib, hududni obodonlashtirish va ochiq maydonda turli tadbirlar o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, kitobxonlik muhiti faqat markaziy emas, poytaxtdagi 585 ta mahallaga bosqichma-bosqich olib kiriladi. Mahallalarda kitobxonlik burchaklari tashkil etilib, tuman markazlarida esa zamonaviy kutubxonalar paydo bo'lishi rejalashtirilgan. Yangi qurilayotgan yirik savdo majmualarida ham kitob do'konlari uchun alohida maydon ajratish majburiy talab sifatida belgilanadi. Maqsad odamlarni kitobdan uzoqlashtirmaslik va kitob do'konlarini zamonaviy savdo markazlarining ham bir qismiga aylantirish. Poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqovning ta'kidlashicha, maqsad shunchaki kitob saqlanadigan binolar qurish emas, yiliga millionlab odam tashrif buyuradigan, aholining ilmiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondiradigan zamonaviy jamoat makonlarini yaratish ko'zda tutilgan. Shuningdek, shahar miqyosida eng yaxshi kitobxon tanlovini ham o'tkazish rejalashtirilgan. Toshkentda kutubxonalar endi oddiy kitob o'qiladigan joy emas, balki zamonaviy va ko'rkam jamoat maskanlariga aylanishi kutilmoqda. Ushbu xabarni kitob o'qishni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Xo'sh, sizningcha Toshkentdagi barcha mahallalarda shunday zamonaviy kitobxonlik maskanlari tashkil etilishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni toshkentliklar 24 kanalda kuzatib boring.